Assalomu alaykum YouTube kanalımıza abunachilari. Yana bu stanokamiz Yangiariq tumanida bo'ldi. Kukunli mebel ishlab berdik. Kukunli mebelimiz mokriy svetda bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Bezurishga variantda ishlab berdik. Yag'a svet bilan mokriy svetda. 100% polka plastik oldu. Mexanizmlar dovuchik oldu. Stollari qalin stollardan, rossiyskiy stollardan qo'yib berdik. Bellarında kirmash uchun joy, pechki uchun joy, ustida shkaf etib berdik. Full mokalardan qo'yib berdik. Mokalarni sulanib ishlatib berdik. Bellarında musor idishlari, bellarında gaz plitalarini ishlatib taxlab berdik. Yutishkalarni ulab ishlatib taxlab berdik. Mebelimiz şu variantda olib chiqdi. Yerinde qalinligi uchun messalari birinchi qismida shunday olib chiqdi. Tartmalarni ko'rishingiz mumkin. Tandem bo'ldi. İç kısmı ham display oldu. Bellarında skritni tartmalari bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz shunday variantda olib chiqdi. Teylarında led lampochkalari. Mebelimiz. Mebel hakkında ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Mebelimiz şu variantda bo'lib chiqdi. Kime shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar.